Hammaga assalomu alaykum. Mana o'sha yaqinda o'rnatgan aqlli tejamkor kat yo'limizdan qisqacha video obzor. Mana kat yo'limizning umumiy общий ko'rinishi. Bu kat yo'lda endi nima deb atashga ham hayronman, to'g'risi. Bunaqangaligi kamchiliksiz kat yo'lni birinchi marta ko'rishim. To'g'risi bu kat yo'lni video qilishdan oldin kamchiliklarni bir qator aytib o'taman degandim. To'g'risi kamchiligini topa olmadim. O'shanga endi buni faqat iloji yo'q yaxshi tomonlarini aytib o'taman. Mana dekabr oyida o'rnatganmiz buni. Dekabr oyida o'rnatilgan 10 sotiklik kat yo'l. Ikkitadan nasos qo'yilgan. Ulitkalari ham ikkitadan. Bu mana 3 sotiklik kitob kat yo'limiz. Bu ham yomon emas. Lekin kamchiliklari anchagina. Hozir aytib o'taman. Dimoqotlarni ham zoom qilib chiqarib olganmiz. Tepa qo'polari. Mana bugun 11-mart. Kechasi kech payt 3-4larda zapravka qilingan. Havolar ham jinday isib qolganiga ko'mirni ozroq solganmiz. Hisoblashi 170-180 kg ko'mir solingan. Soat 3-4larda. Mana hozir soat 9:30 bo'lyapti kunduzgi. 9:30 da kechasi ham hali chiqib bir marta buni qopqog'ini ochib ko'rganim yo'q ko'mirini. Hozir mana ko'ramiz. Gradus 50 gradusga tushibdi. Shu 170-180 kg ko'mir 50 gradusga tushibdi. Hali ham yonyapti mana. Soat 9:30 bo'ldi. Hozir mana ichini ochib ko'ramiz, qani qancha ko'mir qoldi ekan. Kechasi 3-4larda kech payt zapravka qilingan. O'shandan beri yonyapti. 65 gradusga qo'yilgan. Mana ichki holati. Mana shunaqangi turbalar bilan yonib turib, orqasida profillari bor. Chiqib ketadi. Mana yonish. Oho. O'zi har kuni 200 kg ko'mir solyaptirdik hisobda. Kecha ozroq solganmiz. Gideda bir 20 kg ozroq solingan. 30 kgmiki, 20 kgmiki ozroq solingan. Mana keyingi pastdagi turbalarga 2 qarish qolganda to'xtatyaptirdik solishni. Mana yonishi. Bu ko'mir yana 2 soat yonadi kamida. Demak, bugun yana ham ozroq solamiz ekan. 150 kg ko'mir solsak bo'lar ekan. Mana umumiy ko'rinishi. Kat yo'lga umuman gap yo'q. Nihoyatda tejamkor, aqlli kat yo'l. Bu kat yo'ldan oldin kitob kat yo'l qo'ygandim, mana shu 10 sotikka. Mana hozir narigi 3 sotikimda ham kitob kat yo'l bilan ishlatyapman. Shu 10 sotiklik kitob kat yo'lni qo'yganman. 2 yil ishlatdim uni. Gapni ochig'i juda qiynaldim. Mana shu 2 yil ichida ancha-muncha ko'mirni yoqib tashladim, to'g'risi. Misol uchun mana hozir bunga 3-4larda bitta zapravka qilsam
9-10 gacha yonyapti. Mayli endi hozir havoni isib oldi, ilib oldi deylik. Lekin o'sha -5, -6 ga tushgan paytda ham rosa to'ldirganimda men atay o'sha tarozda tortdim. 220 kilo 200 kilo ko'mir sig'argan bunga. Bitta zapravkasiga endi haligi yirik, mayda bo'lib turib shundan ko'mir sig'argan. O'shani kech payt 3-4 larda yoqaman doim. 670 gradusga qo'yganimda ertalabgacha yonadi. Bitta bir 7-8 larda sal pasayib qolgan bo'ladi. 50 gradusga tushib qolgan bo'ladi. 70 gradus, 75 gradusda. Ichkarini 20 ushladim. O'sha -5 -6 shu 0 ga tushgan paytlarda ichkari 18-20 ushladim. O'sha paytda o'sha 200 kilo ko'mirim o'sha 50 graduslarga tushib qolsa ertalabda 8 larda. Yana bir 20 kilo tashardim gideta 220 kilo bilan eng ko'p yoqqanim shu 220 kilo, 250 kilo, maksimal 250 kilo bo'ldi. Rosa shu -5 tashqari -5 bo'lgan paytda. Mana hozirgi kunda yana xuddi shuna paytda mana kech payti yoqadigan bo'lsam 170 kilo, 180 kilo ko'mir mana hozir ham yoqyapti. Yonyapti. Endi buni 150 kiloga tushiraman endi. 130 kiloga tushiraman. Kundan kunga ozaytiryapmiz. Mana hozir ham mana yonyapti 50 gradusda. Buni o'sha kitobkat yo'llardan farqi. Kitobkat yo'lda juda qiynalganman. Oxiri shu kechasi bilan yoqqan ko'miri 12 larda ozayib ketar edi. 12 larda bitta xabar olib, yana ustiga 20 kilo 30 kilo ko'mir tachardim. Soat 2 larda yana chiqardim, soat 5 da yana chiqardim. Har chiqqanimda gradus pastlab qolardi. Shunaqa bo'lib, kitobkat yo'lda shu yoqqan ko'mirim uvol bo'lib ketar edi, gapni ochig'i. Bilmadim endi u kitobkat yo'lda o'sha kitoblarni ozlik qilganmi endi, qandaydir o'sha umuman ekonom emas, haqiqatan ham haligi demaxod ushlasa qo'lni kuydiradigan darajada, usha bo'lmaydigan darajada shunaqa yonar edi u. 10 sotikka shunaqa katta rasxod qilardim. Shu 10 sotikka 300 kilo, 350 kilo haligi anomal sovuqda 400 kilogacha yoqqanman. Hozir bunda mana -5 gradus bo'lganda ham 200 kilo, 220 kilo ko'mir yoqdim. Balki 250 kilo yoqqandirman haligi eng sovuq bo'lgan kunlari. O'sha kunduzi ham yoqqan paytim. Maksimal 250 kilogacha yoqdim. Hozirgi kunda 150 kilo, 170 kilo ko'mir yoqyapman. Farqini qarang. Keyin yana bitta eng zo'r tomoni buni, eng zo'r tomoni bitta zapravkangiz ertalabgacha yonaverar ekan. Bullab yonaveradi. Chunki bu ichi turbalari bor, turbalardan yonib o'tib turib, orqasida profillari shunaqa bo'lib turib, hamma o'sha yongan o't ichida qolib qiynalib tepaga chiqib ketadi. Kannayni o'sha 70 gradusga qo'ysangiz ham ushlasangiz, qo'lni kuydirmaydi. Har yoqqan o'tingiz ichida qolib ketadi. Oxiri o'sha kitobkat yo'lda qo'yganimda qiynalib endi to'xta endi bu yerda kat yo'lda almashtiraman har qanaqasi o'zimga o'zim va'da berib qo'ydim to'g'risi. Keyin YouTube'ga kirib qiziqib naqala ko'rdim. Qarasam mana shu kat yo'lda videosi bor ekan. Anjoriylar yasagan kat yo'l. Qarasam shu o'zimizning Oqtariqqa mana o'zimiz mahallaga qo'yilgan ekan bu kat yo'lda. Keyin atay bordim, ko'rdim. Olib kelishim bunaqasi sababi. Borib ko'rdim ki u o'zimizni qo'shnim, o'zimizni mahalladagilar maqtadi buni. Haqiqatan ham zo'r yonyapti. Bexijolat ekan. Biz ham oldin kitobkat yo'l qo'yganmiz, ot tashardik. Bunaqa ekanamishni kat yo'l ekan deyishgandan keyin men buni qiziqib qo'ydim. O'zim zakaz qildim. Xudoga shukr, mana o'ylaganimdan ham a'lo bo'lib chiqdi. Nihoyatda zo'r. Maza qilib vaqt ishlatdik, dehqonchiliklar ham xudoga shukr zo'r bo'ldi. 35 kun deganda bodringizdek. Mana har kuni soat 2 larda kechasi xabar olgani chiqaman. Har kuni qishda ham. Qishda 2 marta chiqardim. Hozir mana 1 marta chiqyapman. Soat 2 larda nariga ozayib qolgan bo'ladi. Unga ko'mir tashlayman. Bu o'sha 65-70 gradus ishlayotgan bo'ladi. Endi buni gradusini yana ham tushiramiz. Keyin soat 5 larda yana turib bunga ko'mir tashlayman. Bu yana ham ishlayotgan bo'ladi mana. Hozir ham ishlayapti. Shu bitta zapravka ko'mir. Odamni shunday ayyor ham qilib qo'yar ekan bu. Bitta to'ldirasiz, ertalabgacha yonaveradi. Endi buni kamchiligini aytsam, kamchiligi yo'q. Kamchilik yo'q ekan to'g'risi. Yonishida ham, issiqligida ham, tejamkorligida ham umuman zo'r. Mana endi shu hozirgi 35 kunlik
38 kunlik ko'chatni endi ko'rsatamiz mana. Mana shu 10 sotik deb bilsam 5 sotikdan ikkita yonma-yon. Oldin kat yo'l mana masjidda bo'lgan kitob kat yo'l. Bizni nihoyatda qiynagan kat yo'l. Sotib yo'qotdi mana. Mana. Biz kiramiz ichkariga. Mana shu ichkaridagi holat. 31-yanvarda ekilgan bodring. Mana. O'tgan yili yaxshi istalmasa mana shu tomonlar past bo'lardi. Bu sistemani ham o'zgartirdik bu yil. Mana. Issiqxonamiz uzunligi 32 metr bo'lsa, boshi ham inali bu burchaklar mana uy salqinligida pastroq olib qo'ygan. Mana deyarli mana bir xil. Boshi ham bir xil. Oxiri ham bir xil. Mana hozirgi mana yonayotgan holatda gradus mana 28,5 gradus ekan. 38 kublik bodring mana. Mana mevalari. Bittasi bor. Birinchi terimda 35 kunda uzdim. Shu 10 sotikdan birinchi terimga 125 kilo bodring uzdim. 35 kunda. Mana mevalar. Ko'chatlar juda ham sog'lom. Baquvvat. Mana shu kat yo'li hisobiga juda chiroyli bo'ldi bodringimiz. Oldin kat yo'limda shu 2 marta 3 marta xabar olganimda ustiga shu ko'mir tashaverardim kitob kat yo'lga. Har chiqqanimda shu gradus tushgan bo'lardi. Hozir bunda bitta solgan ko'miringiz ertalabgacha uzunliksizlik yonganiga, pastlab olmaganiga 70 gradusga qo'yildim, 70 gradus, 65 gradusda o'chib yonishlayveradi ertalabgacha. Ko'mir umuman solinmagan hisobga bitta harorat ushlab turadi. Oldingi paytda buna bo'lmagan. 2 marta 3 marta zapravka qilinardi. Bir xil paytda uxlab qolardi endi. O'sha kimda agar mashina qiynalib kat yo'ldan ko'ngli to'lmayotgan bo'lsa, mana shu kat yo'lni tavsiya qilaman.